mototsiklni ko'rasizlarmi? Bitta like bosib qo'ysanglar, narxini eshitib vashi jinni bo'lib qolasiz. Bor yo'g'i $9,900 ga beraveramiz, akalar. Yaponskiy Kawasaki ham bor. Buni ovozini bitta eshitinglar. Hozir Armada Motors'da yangi ochilgan filial ekanlar. Narxlar в общем skidka deb berishyapti. Bu joy Qo'yli Masbeshda joylashgan ekanda. 30 xilga yaqin assortimentlar bor. Eng qizig'i elektron skuterlar umuman yo'q. Hammasi benzinli mototsikllar va skuterlar. Sportivniy bor. Xohlasalar offroadchilar uchun olib kelib qo'yishgan. Dastlabki uchun benzinli skuterlar ham ko'p ekan. Lekin mana bu offroad mototsikl bor, shunaqa yoqdi. Bitta ovozini eshitinglar. Ukam nesh pul bu? Aka, buni sizni obunachilaringizga $3,5 ga berib yuboramiz. Lekin vashi shikalat narx. Ukam sizlarda mototsikllar nima bo'ladi o'shanda? Aka, liboy mototsikllarni zakaz asosida chiroyli narxlarda olib kelib beramiz. Qanaqa mototsikl o'qiyapti, shuni rasmini tashinglar, zo'r narx berishadi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilamiz.